Bugun Nexia proyektimizga bir emas, ikkita yangilik bo'ldi. Ham lyuk taqildi, ham lavoy taqildi. Aka, mashina o'zi juda ham atmosferasi zo'r bo'libdi. Xudo xohlasa ertaga mashinamizga polni pavuk va trassalar uстановка qilinadi. Juda ham hayajonlanib ketaman, chunki mashina shiddat bilan har kuni yangiliklar bo'lyapti. Botir aka, yorib sizlarga. Xonjon, mana aka, chotka qilib lyuklarni uстановка qilib qo'ydik. Bu 3 emas, 4 razmerli eksklyuzivniki 3 bo'ladi. Bu 4 razmerli, bu yanada kattaroq. Nasib bo'lsa yutib olgan odam maza qilib, lyukdan kallani chiqarib olib turib mashinani maza qilib haydaydi. Lyuk emas, lavoyning o'zi qoramtirdan zo'ridan taqildi. Lavoy ham qora qo'ydi. Sizga faqat bitta endi yana bitta bir ish topshiramiz. Sababi shuncha ishni qildik. Bunga bitta 911 nomer turibdi. Siz bitta takoy nomer taqib bering, obunachilar bir maza qilsin. Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, ushbu avtomashinamizga qanaqa nomer taqamiz? Men shaxsan o'zim Partiya 007 nomer juda ham yaxshi ko'raman yoki 700 taqamizmi 007 mi? Aka, sizning necha nomer bergan bo'lasiz? Xo'p, 307 deganlar 307 deb qoldiringlar. 007 ni sevuvchilar 007 deb kommentariy yozinglar. Bilasizlar, 100 nomer, 3 nomerni yaxshi ko'raman, lekin eng qizig'i 007 da. Shu videoga ko'proq do'stinglar jo'natib qo'yinglar. Xudo xohlasa, mana shu mashinaga 307 mi yoki 007 nomer taqamiz? Kommentariyada fikringizni qoldiringlar. Yaqin do'stinglarga jo'natib, obuna bo'lib qo'yinglar. Aynan shu proyekt siz uchun. 139 mingta obunachidan 1000 tagina like kutyapmiz, ko'p kutmayapmiz lekin bu rezultat juda past o'rtoqlar. Mashina sizlar uchun taxlanyapti.